Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun navbatdagi advokatlik maslahatini berib boramiz. Demak, bugungi savol qarz bilan bog'liq. Savol: Assalomu alaykum. Bilasizmi, biz turmush o'rtog'im bilan 4 yil avval 6000 AQSh dollarida notarial rasmiylashtirishlarsiz bir odamga qarz bergan edik. U bizga pulingizni ko'paytirib beraman deb aldab pulni olgan. Unga ishonib uyimizni sotganmiz. Hozir kvartirada ijaraga yashayapmiz. Faqat tilxat bor. Iltimos, maslahat bering, nima qilsak bo'ladi? Bu masala bo'yicha hozir batafsil hammasini tushuntirib o'taman. Qanday yo'l tutish kerak, hammasini ko'rsataman. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Demak, savol: Assalomu alaykum. Bilasizmi, biz turmush o'rtog'im bilan 4 yil avval 6000 AQSh dollarida notarial rasmiylashtirishlarsiz bir odamga qarz bergan edik. U bizga pulingizni ko'paytirib beraman deb aldab pulni olgan. Unga ishonib uyimizni sotganmiz. Hozir kvartirada ijaraga yashayapmiz. Faqat tilxat bor. Iltimos, maslahat bering, nima qilsak bo'ladi? Javob: bu holatda agar dalillaringiz ishonchli bo'lsa, fuqarolik sudi orqali qarzni undirib olsa bo'ladi. Lekin da'vo muddatini o'tganlik holatini tekshirish lozim. Ya'ni tilxat bor deyildi, tilxat. Agarda u talablarga javob beradigan darajada tuzilgan bo'lsa, oddiy yozma shakldagi shartnoma hisoblanadi. Bunda tilxatda ko'rsatilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni qarz berayotganingizda siz hech bo'lmaganda tilxat olishingiz shart. Ya'ni yuqoridagi holatda tilxat bor ekan. Tilxat tuzilgan vaqt bo'lishi kerak. Tilxatda ko'rsatilgan narsa, tilxat tuzilgan vaqt. Qarz oluvchining to'liq ismi sharifi, pasport ma'lumotlari ko'rsatilgani yaxshiroq. Pasport ma'lumotlari bilan ko'rsatilsa juda ham zo'r bo'ladi. Keyingisi, qarz beruvchining to'liq ismi sharifi, pasport ma'lumotlari ko'rsatilgani yaxshiroq. Odatda tilxat berilayotganda, demak, qarz oluvchining pasportining kserokopiyasi qilinadi-da, kserokopiyasini orqasidagi oq joyiga, demak, tilxat yozilsa, maqsadga muvofiq. Qarz olinayotgan pulning miqdori va valyutasi, ya'ni pulning miqdori va valyutasi, agar dollarda bo'lsa, dollarda, boshqacha valyutada bo'ladigan bo'lsa, boshqacha valyutada, agar O'zbekiston so'mida bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston so'mida yoziladi. Som bilan va so'zda yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni som bilan ko'rsatasiz va qovus ichida so'z bilan yozib qo'yasiz summani. Chunki ertaga tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun. Qarzni qaytarish usuli va muddati. Ya'ni nima degan? Ma'lum muddatda masalan qaytarilishi kerak yoki qaytarish usuli qanaqa qilib qaytariladi? Uni o'rniga nimadir qilib berish kerakmi? Shu narsalarni ham yozib o'tsin. Agar nima maqsadda olinayotganligi yozilsa, undan ham yaxshi. Qovus ichida agar nima maqsadda olinayotganligi yozilsa, undan ham yaxshi. Ya'ni ko'pchilik holatda ba'zi bir firibgarlik yo'llari bilan olinayotganda, tilxat yozilayotganda aytadiki, masalan, Xitoydan mol olib kelib berish uchun sendan pul oldim deb yozib beradi. Bu joyda qarz oldi berdisi bo'lmaydi, bu yerda aynan firibgarlik bo'ladi. Bunga ham qattiq e'tibor berishimiz kerak. Taraflarning imzosi va imzo qo'yilgan sana. Ya'ni tilxat empasiga taraflar o'z ism sharifini yozib turib imzo qo'yadi va imzo qo'yilgan sanani yozish kerak. Agar guvohlar ko'rsatilsa va ularni ham ismi sharif yozilib imzo qo'yilsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Guvohlar demak bizga hech qachon xalaqit bermaydi. Guvoh bo'lsa juda ham yaxshi. Siz harakat qiling, hech bo'lmaganda ikkita guvoh bo'lishiga tilxat olayotganingizda ikkita guvoh yozib qo'yishga harakat qilinglar. Va albatta u o'zini qo'lini qo'ysin, siz familiyasini yozib. Shuningdek, uni sizdan qarz olish maqsad va motiviga e'tibor qaratilishi kerak. Ya'ni qarz masalalarida jinoyat, firibgarlik jinoyati alomatlari ham bo'lishi mumkin. Masalan, pulingizni ko'paytirib beraman, qanaqandir oldindan va'dalar beryapti. Shunga ham e'tibor berish mumkin. Yana aytadiki, men biznes qilib turib, biznes orqali sizga sherikchilik
taklif qilaman yoki qandaydir pulni yoki mol olib kelib beraman, shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, qarz olishdagi maqsad va motivga ham e'tibor qaratilishi kerak. Oldindan pulingizni ko'paytirib berish yoki boshqacha turdagi sizga foyda olib keladigan holatlarni va'da berish, ya'ni oldindan va'da berish bu firibgarlik jinoyati alomatlarini ham berishi mumkin. Bunda endi fuqarolik huquqiy munosabatlar emas, aynan jinoiy munosabatlardan kelib chiqadi. Ya'ni firibgarlik jinoyati ham bo'lishi mumkin. Endi javobimizni asoslantiramiz. Asosiy e'tibor qaratadigan moddalarni ko'rsataman. Aynan qarz bilan bog'liq holatda. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 41-bobi. Ya'ni 41-bob qarz va kredit. Birinchi paragrafi qarzga bag'ishlanadi. Demak, 732-modda qarz shartnomasi. Qarz o'zi nima? Qarz shartnomasi nima? Shunga tushuncha berib ketilgan. Qarz shartnomasi bo'yicha bir taraf qarz beruvchi, ya'ni birinchisi qarz beruvchi, ikkinchi tarafga qarz oluvchiga pul yoki turga xos alomatlari bilan belgilangan boshqa ashyolarni mulk qilib beradi. Yoki pul berilishi mumkin yoki turga xos alomatlari bilan belgilanadigan boshqa qimmatli ashyolarni mulk qilib beradi. Qarz oluvchi esa qarz beruvchiga bir yo'la yoki bo'lib o'shancha summadagi pulni yoki qarzga olingan ashyolarning xili, sifati va miqdoriga baravar ashyolarni, qarz summasini qaytarib berish majburiyatini oladi. Qarz shartnomasi pul yoki ashyolar topshirilgan paytdan boshlab tuzilgan hisoblanadi. Bir tomonlama shartnoma hisoblanadi qarz. Ya'ni qarz beruvchi shart qo'yyapti, qarz oluvchi majburiyatni bo'yniga olyapti. Demak, bir tomonlama shartnoma. 733-modda qarz shartnomasining shakli. Fuqarolar o'rtasida qarz shartnomasi agar bu qarzning summasi bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan ortiq bo'lsa, oddiy yozma shaklda tuzilishi shart. Shartnomadagi taraflardan biri yuridik shaxs bo'lganida esa summasidan qat'iy nazar yozma shaklda tuzilishi shart. Agar ikkita jismoniy shaxs o'rtasida tuzilayotgan qarz shartnomasi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan ortiq bo'ladigan bo'lsa, demak bizning holatda bazaviy hisoblash miqdori adashmasam 300 ming edi, 300 ming bo'lsa 3 milliondan oshiq bo'ladigan bo'lsa, oddiy yozma shaklda tuzilishi shart. Oddiy yozma shakl degani bu tilxat ham oddiy yozma shakldagi shartnoma hisoblanadi. Qarz shartnomasining yozma shakliga rioya qilmaslik ushbu kodeksning 109-moddasida nazarda tutilgan oqibatlarga olib keladi. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Agar qarz oluvchining tilxati yoki unga qarz beruvchi tomonidan muayyan summa yoki muayyan miqdordagi ashyolar topshirilganligini tasdiqlaydigan boshqa hujjat mavjud bo'lmasa, qarz shartnomasi yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi. Tasdiqlaydigan boshqa hujjat mavjud bo'lsa, qarz shartnomasi yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi. Demak, agar qarz oluvchining tilxati yoki unga qarz beruvchi tomonidan muayyan summa yoki muayyan miqdordagi ashyolar topshirilganligini tasdiqlaydigan boshqa hujjat mavjud bo'lsa, qarz shartnomasi yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi. Bu aynan tilxat bilan bog'liq holat. Demak, qarz shartnomasi tuzilgan hisoblanar ekan. Agar qarz majburiyati qarz oluvchi tomonidan berilgan veksel, obligatsiya yoki qarz summasini va qarz beruvchining uni undirib olish huquqini belgilaydigan boshqa qimmatli qog'oz bilan tasdiqlangan bo'lsa, qarz shartnomasining yozma shakliga rioya qilingan hisoblanadi. Endi mana O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 109-moddasi nima deyapti? Ya'ni bitimning oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik oqibatlari. Bitimning oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik uning haqiqiy emasligiga olib kelmaydi. Biroq nizo chiqqan taqdirda taraflarning bitimning tuzilganligini, mazmunini yoki bajarilganligini guvohlarning ko'rsatuvlari bilan tasdiqlash huquqidan mahrum qiladi. Bu nima degani? Agar bitim tuzilgan bo'lsa va o'rtada hech qanaqa tilxat bo'lmasa, shunchaki oddiy guvohlarning ko'rsatmalari yoki shu guvohlarni tasdiqlaydigan ko'rsatmalardan foydalanish huquqidan mahrum qilar ekan.
Ya'ni hech qanaqa oldi-berdi yozuv chizuv bo'lmasdan turib, shunchaki guvohlarning ko'rsatuvlari bu yerda dalil sifatida qabul qilinmaydi. Endi ikkinchi qismida taraflar bitimning tuzilganligini, mazmuni yoki bajarilganligini yozma yoki boshqa dalillar bilan tasdiqlashga haqlidirlar. Bu qandaydir sizga berilgan o'sha o'z majburiyatini bo'yniga olgan bir xat yozgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, hozir juda ham elektron SMS yozish, to'g'rimi? SMS da yozganda u haqiqatda qarz olganligini tasdiqlovchi sizga yana yozuvlar jo'natgan bo'lsa yoki Telegram orqali sizda o'zaro yozishmalaringizda haqiqatda qarz olganligini tasdiqlovchi yozishmalar bo'ladigan bo'lsa, bu ham dalil hisoblanishi mumkin ekan. Bundan tashqari boshqa dalillar deganda, siz telefon orqali so'zlashuvlaringizda undan qarzni so'raganingiz va uni qarzi haqiqatda borligini, qanchadir muddatdan keyin buni berishini aytib, tasdiqlagan so'zlari ham dalil sifatida qaralishi mumkin. Va siz bu so'zlashuvlarni yozib olgan bo'lsangiz, demak dalil sifatida qaralishi mumkin. Qonunda yoki taraflarning kelishuvida to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilgan hollarda bitimning oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik uning haqiqiy emasligiga olib keladi. Agar qonunda faqatgina yozma shaklda bo'lishi kerak deb ko'rsatilgan bo'lsa, demak yozma shakliga siz rioya qilmasangiz, demak u haqiqiy emasligiga olib kelar ekan. Endi qarz shartnomasi yuzasidan da'volashish birinchi va ikkinchi qismlarni ko'rsataman bu moddani. Qarz oluvchi pul yoki boshqa ashyolarni qarz beruvchidan amalda olmaganligini yoki shartnomada ko'rsatilgandan kam miqdorda olganligini isbot qilib, qarz shartnomasi yuzasidan da'volashga haqli. Demak, agar o'zaro kelishuv bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol da'vo tartibida bu ko'rib chiqiladi. Yozma shaklda tuzilishi lozim bo'lgan qarz shartnomasi yuzasidan guvohlarning ko'rsatmalari yordamida da'volashish mumkin emas. Shartnoma aldash, zo'rlik ishlatish, tahdid qilish, qarz oluvchining vakili qarz beruvchi bilan yomon niyatda kelishishi yoki qiyin vaziyatlar ta'sirida tuzilgan hollar bundan mustasno. Demak, qarz shartnomasida albatta bizda tilxat bo'lishi kerak, qandaydir yozma dalilimiz bo'lishi kerak. Shundan keyingina biz guvohlarni ko'rsatmalar yordamidan foydalanishimiz mumkin. Lekin zo'rlik ishlatish, tahdid qilish, qarz oluvchining vakili qarz beruvchi bilan yomon niyatda kelishishi va boshqa hokazo holatlarda bundan mustasno deb aytilyapti. Endi savolimizga qaytamiz. Savolda 4 yil avval 6000 AQSh dollarini notarial rasmiylashtirishlarsiz bir odamga qarz bergan edik deb aytilyapti. Bu joyda, bu holatda biz da'vo muddatini ham qarab o'tib ketishimiz kerak. Demak, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 149-moddasi da'vo muddati tushunchasi bor. Da'vo muddati nima o'zi bu? Da'vo muddati shaxs o'zining buzilgan huquqini da'vo qo'zg'atish yo'li bilan himoya qilish mumkin bo'lgan muddatdir. Endi 150-modda umumiy da'vo muddati. Umumiy da'vo muddati 3 yil. 153-modda da'vo muddatini qo'llash. Buzilgan huquqni himoya qilish talabi da'vo muddatining o'tganligidan qat'iy nazar sudda ko'rib chiqish uchun qabul qilinadi. Agar da'vo muddati o'tib ketgan bo'lsa ham, sudga siz da'vo bilan murojaat qilsangiz, sud sizni da'vo muddati o'tib ketganligi uchun sizga rad javob berishi mumkin emas. U qabul qilishga majbur. Da'vo muddati sud tomonidan faqat nizodagi tarafning sud qaror chiqargunicha bergan arizasiga muvofiq qo'llanadi. Ya'ni javobgar kelib turib suddan da'vo muddati o'tib ketganligini va da'vo muddatini qo'llab ishni ko'rmasdan qoldirishni so'rasa, shundagina sud da'vo muddatini qo'llaydi. Qo'llanish to'g'risida nizodagi taraf bayon qilgan da'vo muddatining o'tishi sudning da'voni rad etish haqida qaror chiqarishi uchun asos bo'ladi. Qachonki javobgar da'vo muddatini qo'llash bo'yicha sudga ariza bilan murojaat qilgandagina da'voni rad etish haqida qaror chiqarilishi uchun asos bo'lar ekan.
Endi 154-modda da'vo muddatining o'ta boshlashining birinchi qismida da'vo muddatining o'ta boshlashi, ya'ni 154-moddaning birinchi qismini. Da'vo muddati shaxs o'zining huquqi buzilganligini bilgan yoki bilishi lozim bo'lgan kundan o'ta boshlaydi. Bu qoidadan istisnolar ushbu kodeks va boshqa qonunlar bilan belgilanadi. Ya'ni qarzni bergansiz, u qarzni ma'lum muddatda qaytarish kerak. Shu muddat kelgandan keyin siz umuman 3 yil davomida shu muddatdan keyin, ya'ni qarz qaytarish kerak bo'lgandan keyin 3 yil davomida so'ramasdan yuraveradigan bo'lsangiz, demak da'vo muddati o'tib ketadi. Bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Lekin O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 157-moddasi bor. Da'vo muddatining o'tishining uzilishi. Da'vo muddatining o'tishi belgilangan tartibda da'vo qo'zg'atilishi bilan, shuningdek majbur shaxs qarzni tan olganligini ko'rsatuvchi harakatlarni qilishi bilan uziladi. Ya'ni siz telefon qildingiz, qarzdorga telefon qildingiz-da, telefondan so'radingiz: "Do'stim, yaxshi yuribsanmi? Mendan shu paytda qarz olgan eding. Qarzni qaytarish muddati palonchi kun edi. Shu qarzni qachon qaytarasan?" desa, "U ha olgan edim, lekin men bu qarzni masalan 2 oydan keyin qaytaraman" degan yozuvlar bo'lsa yoki o'rtada qanaqandir yozishmalar bo'ladigan bo'lsa, bu narsalarni sudda ko'rsatadigan bo'lsangiz, da'vo muddati o'tishi uzilishi bo'ladi bu yerda. Ya'ni da'vo muddati qaytadan yangidan boshlanadi. Uzilishdan keyin da'vo muddatining o'tishi yangidan boshlanadi. Mana ikkinchi qismida. Uzilishgacha o'tgan vaqt esa yangi muddatga qo'shilmaydi. Tushunarli-a? Ya'ni da'vo muddati juda ham muhim jihati, agar sizga 3 yil oldinmi, 4 yil oldin farqi yo'q bergan bo'lsangiz ham, umumiy da'vo muddati o'tib ketishidan avval siz telefon qilganmisiz? Endi telefondagi so'zlashmalarni hammasini siz yozib borishingiz kerak dalil sifatida. Yoki SMS orqali jo'natgansiz yoki xat orqali jo'natganingizda u o'zini qarzdorligini tan olib turib, "Da do'stim" yoki "Ha, men sendan haqiqatda beraman, ozgina muddat sabr qilgin, shu paytda beraman" deb aytadigan bo'lsa, demak da'vo muddati yana yangidan boshlanadi. O'sha vaqtdan yangidan yana 3 yilga ketdi. Shuni ham e'tiborga olishingiz kerak. Ya'ni hammasida ham 3 yil bo'ldi, o'tib ketdi, endi men qarz undira olmayman deb emas, da'vo muddatining uzilishini ham siz e'tiborga olishingiz kerak. Bundan tashqari sizga qo'llanma shpargalka, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 1999-yil 24-sentyabrdagi 16-sonli qarori. Demak, fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to'g'risida plenum qarori bor. Bu plenum qarorida aynan qarz oldi berdisi bilan bog'liq holatlarda qanday fuqarolik kodeksdagi moddalar qanaqa tatbiq qilinadi, garov bilan bog'liq hammasi shu yerda ko'rsatilgan. Agar to'liqroq ma'lumot olish xohlasangiz, demak, shu plenum qarorini o'qib chiqishni maslahat beraman. Menimcha bugungi savolga to'liq javob berildi. Albatta qo'limizdan kelgancha yana qanaqandir qo'shimcha tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib turib so'rasanglar bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va do'stlaringizga ulashing. Kelgusida videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.